Assalamu alaykum qadrli yurttaşlar. Urganch tumani G'ayvuda telesentrdan o'tgan yerda yo'lning ustida 5 qavatli toza qurilgan domimizning 3-qavatında 2 xona barcha jihozlar bilan sotuvga qo'yildi. Arzon narxda birgalikda ko'rib o'tamiz. Yurttaşlar 3-qavatga geldik. 5 qavatli toza qurilgan domimizning 3-qavatında 2 xonadondan tushgan ekan. Har etajimizda saychan qismi bilan donishlarimiz quloq olsa. Bismillahirrohmanirrohim. Giriş prixojimiz yurttaşlar. 100% aboydan çıkan. Ayak temiz 100% laminat. Tak, prixoj kısmımız içine genç tushgan. Prixoj mebelimiz qo'yilgan. Aboy qilingan. Doğrumuzda kuxnya, katta xonasi, zal, ishqilib katta spalni, yanımız kuxnya. Ko'rib turgan jihozlarimiz qoladi yurtdoshlar. Lokatsiyani aytib o'tdim. G'ayvu kollejdan o'tgandan milliy nomni yanından girib kelinadi. Birimiz yine spalni qilib qo'yibdilar. Ko'rib turgan narsalarimiz qoladi. Registrlarimiz o'rnatilgan, jaluzi pardalarimiz qistilgan. Bu yerda yana komplekt spalni bilan shkafam bor. Ajoyib etib remontdan chiqqan yurtdoshlar. Ikkilamchi, birlamchi chiqmaydi yurtdoshlar. Nalichi sotiladi ko'rib. Bu yerimiz yana bir katta xonasi. Yo'l ustida. Televizorim shvayki qiladi. Yanımız sanuzel. Su, gaz, svetlerden muamma yok. Ataplinemiz kuhnada gördüğünüzler. Sularımız get tuttu. Ayaktığımız kafel. Bir de yine haladinlikam kaladı. Yine bir göz atıp ötemen. Zamanavi katolumuz şere ornatılın yurttaşlarına. Bagasını ekranda yazıp öteme yurttaşlar. Ekrandaki nömrelere çıkıverasizlar. Sağ aman bolun, ne isteriz Ahmet.